Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizlar bilan birgalikda arab tilini o'qishni o'rganishda davom etamiz. Ya'ni bugun sizlar bilan kaf harfini ko'rib turganingizdek o'tamiz. Kaf harfi ikki xil ko'rinishga. Bir bu, ikki bu ko'rinishga. Bu nima farqlar bor? Har doim boshida arab tilida so'zlarni kaf bilan yozmoqchi bo'lsangiz, misol uchun kitob so'zini yozmoqchi bo'lsangiz, kitob deb yozmoqchi bo'lsangiz, bu ko'rinishda yozasiz. Ya'ni buni boshini kesib olasiz mana. Ko'rdingizmi? Keldi, yonga o'tib ketdi mana. Birinchi bu joy, keyin bu yoqqa, keyin bu tarafga o'tasiz. Xo'p, o'rta ko'rinishda xuddi shuni o'zi keladi. Mana, osonlar tushuntirishlik uchun o'zini olib kelaman. Mana. Keldi, kopiya qildik va yoniga qo'yib qo'ydik. Uchinchisi esa o'zining asli ko'rinishi. Ustozlar ham dangasa bo'lib ketyaptimi deyman. Tavba astag'firullah. Men ustoz emasman. Xo'p. Kaf boshi, o'rtasi, oxirgi ko'rinishi. Kaf tarzda bo'ladi. Ka, ki, ku tarzda misol uchun. Ka, ki, ku. Ko'rib turganingizdek bu harf a holatda talaffuz qilinadi. Ka, kalam misol uchun, kitob yoki falak tarzda bo'lishligi mumkin. Ana endi sizlar bilan kaf harfida so'zlarni ko'rib chiqamiz. Bosh ko'rinishimiz, lug'atlar juda ham harflarimiz ko'payib ketganligi uchun yozib o'tirmadim. Bosh ko'rinishligimiz kaf bilan boshlandi. Kitob so'zlarimiz. Bemalol istagan so'zlarni yozishga yetib kelamiz. Kitob demaymiz, oldin aytganimizdek kitob. B tebratadigan va k harakatli holatda bo'ladi. Ki tarzda. Yoki hop karota bo'lsin. Karota. Karom demoqchi edim, mana hali o'tmaganmiz. Karota yoki bosh ko'rinishi. O'rta ko'rinishi o'rtada keladi. Xuddi shu harf o'rtada keladi. Takror tarzda. Yoki boshqa so'zda. Hop. Deylik, hop, o'zbekchaga nima so'zlarimiz bor? Bekor deylik. Bekor. Bo'ydoq degan ma'noda o'zbeklarda bekor deymiz. Yoki turk tilida bo'larmidi? Xo'p, keyingisi oxirgi ko'rinishimizda. Taroka yoki bu ulanmagan shakli, ulangan shakli esa xuddi shundan tak degan bo'ladi. Tak. Taroka, taka yoki. Xo'p. Ko'rib o'tingizmi? Endi sizlar bilan birgalikda K harfi talaffuziga o'tamiz. K harfi oldin yuqorida aytganimdek, oddiy K, ki, ku. O'zbek tilidagi K bilan bir xil talaffuz qilinadi. K, ki, ku, kalam, kitob tarzda, kutubxona tarzda talaffuz qilinadi. Lekin sukunli bo'lganda ak xuddiki t ga o'xshab hamz xislati bor. At deymiz-ku, ak, ik, uk tarzda aytamiz. Misol uchun buyuk kalima aytmoqchi bo'lsak, akbar emasda akbar tarzda talaffuz qilamiz. Arab tili o'rganish juda ham oson. Siz faqat harakat qilsangiz bas. Salomat bo'ling. Sizlar bilan birgalikda Ibrohim Muhiddin bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.